Assalomu alaykum hammaga. Kelar bu bagadan yasalgan stullarimiz. Bu stullarimiz mana hamma yoq joyda suvergasi mana holatda qilingan hammasi. Bu xorimizda uzunligi 10 metr, har 70 santimetrda bittadan stoykasi bor. Bunga fas qo'yilmaydi. 5 ga uniki bo'lgan lagadan yasalgan. İchki ko'rinishlari shunday. Bu xorimiz vazifasi ikkalasi bir-biriga qo'shiladi va armatura uy qurayotganda armaturaning o'rniga shu qo'yilib, ustida sement quyib yuborishlar kerak. Keyin bu sementni olib tashlab ham boshqatdan ishlatsanglar bo'ladi bu xorlar. Akalar bu sifati juda yaxshi. Vazifasi juda a'lo. Katnerda tagidan chiquvchi material, laga material emas. İchiga 50 sm ishlatilgan lagani yonida chiquvchi. Mana bu yerda esa konteynerda mana bunday listidan yasalgan 4x4 materialimiz. Xuddi mana shu holatda yasalgan. Bu qorimiz uzunligi 8 metr. Mana bu yer esa konteynerda 6x6 profili bu. Xuddi shu materialimizda mana bu yerda esa qorimiz bor, navbat uchun ishlatilgan. Mana bu yerda mana bunday 21 metr bez ustun ishlab turgan bozdan yasalgan qorimiz bor. Mana shu qorimiz ikki tomondan bozdan yasalgan, o'ta baquvvat qori 21 metr bez ustun ishlab turibdi. Mana bu materialimiz ham shu unday ushlab tura oladi. Bunda 20 metrga bitta ustun yetadi akalar. Agar sifatli, chiroyli qilaman demoqchi bo'lsanglar, ko'p ustun qo'yaverasizlar. 4x4 dan bo'lgan xorimiz. Xuddi mana shu holatda keladi. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Motamam Metalcom markazi.